So'nggi kunlarda futbol muxlislari orasida bitta savol juda ko'p yangramoqda. Cristiano Ronaldo futbolni yakunladimi? Bir nechta intervyularida Ronaldo kelajagi haqida ochiq gapirdi. U shunday dedi: "Men hali ham o'zimni motivatsiyalangan his qilyapman. Tanam hamon raqobatga tayyor." Bu gaplar shuni ko'rsatadiki, u hali butunlay xayrlashish niyatida emas. Ayni paytda Ronaldo Al Nassr FC safida to'p surmoqda va maydonda hali ham muhim gollar urmoqda. Ba'zi ekspertlar uning yoshini sabab qilib, tez orada faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytishmoqda. Lekin uning o'zi har safar bitta narsani ta'kidlaydi: "Men qarorni o'zim qabul qilaman. Futbolni qachon tark etishni vaqt ko'rsatadi." Shuningdek, u terma jamoa haqida ham fikr bildirdi va Portugal National Football Team bilan hali ham katta maqsadlari borligini aytdi. Bu esa muxlislar uchun umid demakdir. Xulosa qilib aytganda, hozircha Ronaldo futbolni yakunlagani yo'q. Intervyularidan ko'rinib turibdiki, u hali bir necha yil yuqori darajada o'ynashni istaydi. Savol esa ochiq qolmoqda: afsona qachon sahnani tark etadi?